xarid qilgan odamga ikkita bedani sovg'a tarifida beramiz deyishyapti. Temir yo'l vokzalining yonida, katta yo'lda bo'yidan 307 sotiylik 6 ta xonasi bor, plus oshxonasi bor. Xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Sizlar bilan obzorini bitta ko'rib chiqamiz. Xonadonimiz 307 sotiylik, mana asosiy robotdan kirishimizga bu yerda yopiq garaj bor, bitta mashinaga joy bo'ladi. Xo'p, fasadimiz 10 metr, natural qilish uchun ham zo'r taklif. Katta yo'lda bo'yida do'kon qilib, o'zingiz uchun natural qilib, magazin qilsangiz ham zo'r sharoitlari bor. Kirishimizda o'zini chap qo'lda bitta mehmonxonasini ham remontlarini zo'r qilib qo'yishgan, aboylari yopishtirilgan, kelib yashashga sharoitlarini moslashgan. Xo'p, chiqishimizga buni yonida bitta yotoqxona ham remontlari yaxshi, kelib yashashga sharoitlari zo'r. Bu tomonda yana bitta xonamiz, o'zining yotoqxonasi, detskiy o'rnida foydalanishyapti. O'zi uchun bitta detskiy qilib remontlari yaxshi holatda turibdi. Bunisi mana yana bitta detskiy xona. Bunisi o'g'il bolalari uchun bo'lsa, narigisi qiz bolalar uchun yotoqxona. Pashani o'ldiribdi. Detskiy xonamizdan chiqishimizga ham yerda o'zini bitta mana kuxunnisi, mebellarni qo'yib qo'yishgan, hamma sharoitlariga ega. Xo'p do'stlar, bu yerda bilasizlar, gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Kelasiz, shunday ozgina o'zingiz uchun bitta remont qilib olasiz, yashayverasiz. Xo'p, bu kirishimizga mana bitta dahliz, u tomonida bitta yotoqxona, ota-onalar uchun bitta yotoqxona qilsangiz bo'ladi. Remontlari o'rta hol, kelib o'zingiz uchun yashashga sharoitlarni moslab olasiz. Xo'p, bundan chiqishimizga ham yerda bitta o'zini vannaxonasi bor ekan, dushovoy kabinkasi. Orqa tomonda o'zini bu binoyimiz orqasida chorvachilik boqish uchun ozgina sharoitlari ham bor. Kelib, moslab o'zingiz uchun hamma yo'g'ini remontini qilib olasiz. Xo'p, manzilimiz Marg'ilon shaharda, temir yo'l vokzalining yonida, stansiyada, katta yo'lda bo'yidan 307 sotiylik hamma sharoitlariga ega. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya hamma yo'g'i bor. Xo'p, narxini 69800 ga baholanyapti. Keling, ko'ring. Jivoy ko'rgan baribir boshqa. Ko'ring, sharoitlari bilan tanishing. Yo'qsa, baraka qilamiz.